London aeroportidan ketishni qisqacha tushuntirmoqchiman. Qisqasi mana bunaqa Gateway nomerlari bor. No problem. Qarang, men 32 ga ketmoqchiman. 32 dan chiqib faqat bu yerda anaqa qilingan, tipa elektrichka qilingan, metrocha qilingan. Mashinaga chiqasizlar va shu kerakli joyga borasizlar. Mana tak bu yerda yozib qo'yibdi. Men 32 ga borishim kerak edi. Mana 32 ni joyi. 9 mana ekan. Ikkinchi stopda. Ikkinchi to'xtashda tushib qolishim kerak mana. Yozib qo'yibdi. Mana birinchi to'xtash 1 dan 19 gacha, 20 dan 39 gacha. Ya'ni ikkinchi to'xtashda yetib olishim kerak. Mana yozib qo'yibdi. 1 dan 19 gacha. Biz ikkinchisida tushamiz. Mashinaga ahamiyatli bo'linglar. Kelayotganda ham xuddi shunaqa kelasizlar. Adashib qolmasliging uchun bu narsani men Malayziyada ham ko'rganman. Endi Singapurga men yerdan kirganman. O'shaning uchun Singapurdan ham bor adashmasam. Mana 20 dan 39 gacha bo'lgan joyda tushib qoldim. Adashmasam bu orqaga ketish kerak endi. Shunaqa qilib u odam bu yoqqa yuraveradi-da. Mana shunaqa qilib tepaga chiqib yuradigan yo'lga ketamiz.